Xayrli tong. Men hozir ishga ketayotgandim. Bitta kommentariy aytib ketmasam bo'lmaydi. Hozir labimdagi lip komboni ko'rib, "Voy, labingiz zo'r bo'lyapsiz. Qanaqa lip kombo yozib qoldiring" deyishingiz mumkin. Lekin tasavvur qilishingiz uchun hayotimda birinchi marta 100 mingdan qimmat qalam ishlatdim labimga. Оттенкasi krasiv, to'g'ri zo'rdir, yumshoqdir. Lekin bu 100 ming tushunasizlar-a. Hani eski qalamim 765, bunaqadan 20 ta olgan edim menimcha. Hammasi kichkina bo'lib ketgan. Zo'r ishlatganman. Plus minus donasi 17 ming, 20 ming maksimumda. Shu qalamim blogerlarning orqasidan kompot bo'lib olgan qalamim 48 ottyenkada. To'g'ri, rangi juda chiroyli, zo'r. Vivian Sabo 14 ottyenkasi bilan shunaqa chiroyli kombo bo'ladi. Lekin tushunishingiz uchun blesk 60 ming turadi. Qalam 102 ming. Biz qatdan uni qimmat qalamlarga o'tib ketdik. Chunki maktab payti men eng qimmat qalam olganim bu 5 ming, 7 ming edi. Ya'ni arzon bo'ladi-yu. Rangi ham zo'r edi. O'sha qalamni topsam yana olaman. 100, 110, 120 mingga qatdan biz o'tib ketdik unaqa. Insofinglar bormi?